Yo, what's up, nigger? Bo'ldi obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda o'sha Hacker va bo'ldi. Biz Hacker imperiyaga yana qaytdik. Obunachilar, ko'rib turganingizdek biz yana o'sha imperiyamizga qaytdik. Bo'yamayapti bu gapni. Xo'p, bu yerda nimalar bor bo'ldi? Biz o'tgan safarga o'sha bitta videomizda ancha narsa qurib qo'ygan ekanmiz. Mana bu kirish chiqish joyida o'sha tekshirib turuvchi bitta nigger. Va mana bu yerda o'sha qo'riqlovchi niggerlar ham bor. Bo'ldi. Nimaga bo'ldi, yaxshimisizlar o'zi? Va mana bular legendarniy yotoqxonalar. Bo'ldi. Yotoqxona qo'yib bo'lmasligi sababli mana shuni qo'yib qo'ygandim. Endi naloj. Bu yer esa bizning tayyorgarchilik joyimiz, ya'ni askarlarimiz paydo bo'lishini birinchi joyi. Mana shu yerga kirib tayyorlanib askarlar paydo bo'ladi bo'ldi. Va bo'ldi, bizning tepa qavatda pechga joy, ya'ni ovqatlarni isitish. Sen qaraysanmi bu yoqqa? Yo'q, sen qaramaysan-ku. Kim qaraydi bu yoqqa? Amalnicho. Bu yerda ovqatlarni isitish, ovqatlarni qizdirish joylari, pechkalar joyi va mana bu yerda ovqatlar ham bor. Bu yerda o'sha yotoqxona bo'lish kerak edi. Xo'p, qarochi bo'ldi. Endi biz bugungi videoda yana dahshat imperiyamizni rivojlantirishimiz kerak. Ya'ni bo'ldi, men bu yerga suv ta'minotini quraman. Bu yerda o'sha suv ta'minoti yo'q. Bizga suv juda kerak. Xo'p, ko'rib turganingizda bizda har xil modlar bor, mashina modlari ham bor. Va bizga keyinchalik bu modlarni qanaqa qiladi? Bu modlarni brachka. What the fuck? Tushe. Buzman uni. Qiziqaman-da. Sizlar uchun video chiqarsam, sizlar videoni ko'rib, kanalchalarimga obuna bo'lmasanglar. Nega? Shu plus oq tugmachani bosib qo'yish qiyinmi? Kanalga qancha obunachi ko'paysa, kuniga video bo'laveradi. Shuning uchun plus tugmachani bosib qo'ying. Bo'ldi. Ikkinchi qaytibmi? Hali biza bir rivojlanish kelmaganmiz. Qarochi bo'ldi. Endi biza bugun 4 ta ishni qilishimiz kerak. Ya'ni men bittasini kommentdan tanlab oldim, lekin aynan kim yozgan esimda yo'q. Ya'ni qarochi bo'ldi. Biza mana bu daraxtli uy quramiz. Ya'ni mana shu yerda daraxtli uy quring deb yozgan ekan. Keyin biza bashnya quramiz qayerdandir. Va bo'ldi, biza apokalipsisda qolib ketganmiz. Mana shu yerda biza rivojlanishimiz kerak. Ko'rib turganingizda, o'sha hamma joy xaroba. Biza har xil joylarni bosib ham olishimiz kerak. Mana bu yerda ko'rib turganingizda kutubxonamiz ham bor. Bu yerda bo'ldi. Bu bizning territoriya emas hali. Chunki biza hali mana shu yerdan o'tganimiz yo'q. Agarda tez kuchayib biza bu tomonlarni ham bosib olishimiz mumkin. Qarochi bo'ldi. Bizga hozir suv ta'minoti, bashnya va qo'y ferma kerak. Ya'ni ferma kerak bizga. Fermani ham mana bu yerdan qurishni rejalashtirib qo'yganman. Chunki bu yerdan bizning territoriya hali hech nima qurmaganmiz. Qarochi bo'ldi, endi biza birinchi o'rinda komitdagi ishni qilsak, ya'ni mana bu daraxtdan uy quramiz. Xo'p, bizga taxta kerak, oddiy taxta, boshqacha taxta, nigerskiy taxtalar kerak emasdir, mayli. Qarochi men kerakli narsalarni olib bo'ldim deb o'ylayman. Mana buni buzib tashlaymiz-da, oddiy taxta qo'yamiz. Bu daraxt cho'pga nima kerak bunaqa narsa bizga? Oddiy taxtani qo'yamiz, ya'ni daraxtni, cho'pini. Xo'sh, mana bunaqa. Bratishka, sen qarayapsanmi? Ismi nima? Ismi nima? Ted, nimaga bratishka? Qarochi, biz mana shu yerdan biz endi daraxtli uy qurishimiz kerak. Ya'ni bu kommentda aytilgan ko'p sonli kommentlardan biri. Juda ko'p odam shunaqa quring degan ekan menga. Necha endi bu nima deydi? Imperiyaga foydasi tegmasa ham qurib qo'yaveraylik. Baribir kommentda yig'gan-ku ko'p odamlar yozgan. Qarochi, mana shunaqa bo'lsa, yana bir qavat bunaqa qilamiz va bunaqa. Iloji boricha yaxshiroq qilishga harakat qilaman. Chunki men umuman daraxtdan uy qurib ko'rmaganman. Qanaqa bo'lishini ham ko'rmaganman. Ko'rganman, endi necha o'xshamasligi ham mumkin. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Bunaqa qilsak, qarochi bolalar, endi biza yopib chiqishimiz kerak bir tomonini. Mana bunaqa, mana bunaqa. To'xtaylik, o'zi juda tepadan quravermadikmi? Ay, normal. Bizga endi kirish joyi mana bu yerda bo'ladi. Ya'ni mana kirish joyimiz. Xo'p, bu yer esa deraza bo'lsa, mana bu yer. Yo, stop! Qanaqa bo'ladi? Mana bu yerni biz taylaylikmi? Xo'p. Yo, men adashib ketaman. Nima shunaqa ham narsa yozasizlarmi? Bu qanaqa qurilishini ham ko'rmaganman. Eng qizig'i, o'zimdan fikrimcha quryapman. Xo'p, mana bunaqa qilaveraylik, necha? Yo'qdan ko'ra bu. Mana bu yerni ham buzib tashlaymiz. Daraxtli uyimiz уже 30% tayyor. Bizga zina, tom uchun zina kerak. Obunachilar, endi biz mana bu yerni ham bunaqa qilaversak, bir tomonni bunaqa qilamiz. Reshotka, ana, chotki. Unaqa zo'r qilavermaymiz bo'ladi, chunki biz уже xarobadan ko'tarilyapmiz. Unaqa zo'r narsalar birdaniga qurib tashlay olmaymiz. Shuning uchun bu tepadagi uyni ham oddiyroq qilishga harakat qilaman. Agar oddiy bo'lmay qolsa bilmadim. Qarochi bunaqa. Obunachilar, agarda sizlarga ham har xil dahshat fikrlar bo'lsa, albatta kommentda yozib qo'yinglar. Men hammasini ko'rib chiqaman. Mana shu daraxtli uyni ham juda ko'p kishi yozgan. Men shuning uchun qilyapman. Bu yerga bunaqa. To'xtaylik, bu yerda butunlay deraza qilaversak-chi. Bu yerga eshik. Mana. Okay, bu yer deraza bo'ladi, qarochi. Bu yerga bunaqa qilaveramiz. Yo, stop, daraxtli uy bunaqa bo'lmaydi-yu. Qay ko'rgansizlar daraxtli uyda reshotka bo'lgan. Reshotka mana bu yerda turursan. Xo'sh. Bunaqa qilamiz. Boshqacha qilishimiz kerak, chunki daraxtda taxtalarni olib chiqish qiyinroq-ku. Mana bunaqa turursan. Mana bunaqa. Bu yerga esa mana bu ikki tomon olib tashlaymiz, reshotka qo'yib chiqamiz. Mana bu yerda ham reshotka qilaversan, mana bunaqa qilib. Necha?
mana shunaqa tursin. U ulaydi. O'zimga qo'yil. Короче, bolalar, sizlar ham o'z fikrlaringizni boyatganimdek kommentda qoldirib qo'yinglar. Короче, biz mana shu eng kerak narsalarni qoldiringlar, nima deydi? O'z imperiyamiz uchun eng kerak narsalarni yozib qoldiringlar. Unaqa har xil narsalar yozsanglar men qilmasligim mumkin. Okey, bu endi tomni yopsak, o'z chotki mana tayyor bizning daraxtdagi uychamiz. Xo'p, hali buni ishi ko'p, chunki mana bu pastda qaraqib turibdi mana tomon. Bu yoqqa yiqilib ketish kerak. Shuning uchun bularni ham biz hozir qilishimiz kerak. Tomni yopib olsak, уже tepa qismi tugaydi. Keyin ichki qismini ham qilishimiz kerak. Har xil narsalar har xil narsalar qo'yishimiz kerak. Strukturalar. Mana. Chotki bolalar, o'zimga yoqa boshlayapti, chunki bir turishini qaranglar. Xo'p, rishotga mana bu yerga bunaqa. Let's go. Bu tomonni ham yopib olamiz. Bolalar, o'sha chotga chiqadimi deyman, yo'q. Xalqda menga yoqa boshlayapti. Biz hali anchagina videoni davom ettiramiz, chunki biz hali qilayotgan ishimiz juda ko'p. Mana bunaqa qilamiz. Bu tomon deraza bo'lsa, mana bunaqa qilaveramiz. Mana chotki. Endi esa yopamiz. Let's go. Chotki. Bu tomonni ham. Obunachilar, bu apokalipsisda bizdan boshqa odamlar ham bor. Ular ham o'z imperiyasini o'sha davom ettiryapti. O'tgan qismda ko'rgan bo'lsanglar, ana bu yerda o'sha imperiya dahshat rivojlanib ketgan. Biz endi o'z imperiyamizni noldan qilyapmiz. Va bu nol menga juda yoqa boshlayapti. Noldan qilish eng zo'ri. Chunki buni qaranglar, mana buni turishini. Dahshat qurdim, qo'yib. Mana buni olib tashlaymiz, Mana bunaqa qo'yamiz, bunaqa qo'yamiz. Buni bunaqa chotki. Endi esa haqiqiy tomga o'xshadi. Buni bunaqa qo'ysak, va'da bolalar. Bizning daraxtdagi uyimizda dahshat chiqdi. Nima bo'lyapti? Bu daraxtdagi uychalar mana bu yerda chiqish joyi bo'lsa, okey, chotki. Stop. Nimadir nitoga o'xshamayaptimi? O'xshamayapti-da, shuning uchun zo'r chiqqan. Dahshat chiqdi, o'ylamanglar. Mana bu yerda chiqish joyi, kirish joyi bo'lsa, mana bu yerni ham yopib qo'ysak bunaqa. Chotki. Bo'ldi, endi ichkariga kirib ko'rsak. Wow. Men qurdimmi shuni? Dahshat chiqdi, qo'yib. Tepaga bitta yotoqxona qo'yamiz, Xo'sh, qorasidan qo'ysam, yo binafshasidan qo'ysam, yo qizilidan qo'yaveramiz, mayli. Qizilidan qo'yamiz, qayerga? Mana bu yerga yotoqxona, keyin bitta pechka, sandiq. Okey, mana shu uchovsi tursa bo'ldi bu yerga. Boshqa narsa kerak emas. Endi fakil qo'yib qo'yamiz, yorug'roq turish uchun. Fakil. Uy tomida bitta tursa yetadi. Xo'p, endi esa tashqariga bitta fakil qayoqqa? Mana bu yerga tursa yaxshi bo'ldi. Chotki bolalar. Nima bu? Nima qanaqasiga bunaqa zo'r qilib qo'ydim men? Hali bu tugamadi bolalar. Hali anchagina ishi bor buni. Chunki biza bu tepada muallaq turibdi. Bu logikaga ham to'g'ri kelmayapti. Biza hali buni to'g'ri qilishimiz kerak. Fizikaga asoslangan mana bu tomonni qilishimiz kerak. Nima qilsak bo'ladi bu tomonni? Mana bu devorga jipslashtiramiz. Chunki yerga tushsa mana bu tomonni yopib qo'yadi. Mana bular уже askarlar tayyorlanyaptimi deyman. Mana bunaqa demoqchiman men, ya'ni mana bunaqa qilaversa-chi. Mana Ya, nita. Xo'p. Mayli bir qilib ko'raylik-chi. Mana. Xo'p, bu yopib qolar ekan-da bizning baza joyimizni. Nima qilsam bo'ladi? Bu yerni yopib qo'ysa. Bu o'ylamanman, bu yerni olib tashla. Miyamga hech nima kelmayapti. Короче, bolalar, biz devorga jipslashtiramiz. Yangi zamonga keldik уже mana. Ana jipslashtirdik. Bo'ldi, всё. Mana bu devorga jipslashib turadi. Endi devor buni ko'tarib turadi orqa tomonini. Okey, endi buni ham sal realniyroq qilishimiz kerak. Xo'p, nima qilsa bo'ladi bu tomonni? Mana bunaqa. Уже bu yopishgan bo'ladi bir tomoni. Keyin bu yerga bitta bunaqa va bunaqa haqiqiy yopishtirilgan bo'lishi kerak-da mana bolalar. Qanaqa chiqdi? Menimcha boyanikidan yaxshiroq. Necha? Dahshat chiqdi-yu. Orqa tomonini devor ko'tarib o'tiribdi. Yaxshi bo'ldi. Всё, har xil narsalar gapirmanglar. O'zim miyamga hech nima kelmadi, shunaqa qilib qo'ydim. Chotki mana bizning daraxtdagi uyimiz tayyor. O'sha birdaniga qilib tashladim, qo'yil. Biz hali birdaniga tugatmayman bola bu video. Chunki biz hali bu imperiyani qancha rivojlantirsak o'zimizga yaxshi. Obunachlar, endi biz nima qilishimiz kerak edi? Suv ta'minotini qilishimiz kerak. Suv qani? Xo'p, suvni olamiz. Короче, bolalar, biz bitta quduq qilamiz qayerdandir, yaxshiroq joydan va u quduqqa oborayotgan suv joyini qilishimiz kerak. Xo'p, bu tomonlarga chiqolmaymiz. Bu yer o'sha dala joy, bu tomonlarga umuman qurib ham bo'lmaydi narsa, chunki bu yer o'sha hovli, ko'cha desa ham bo'ladi bu yerda. Suv ta'minoti mana bu yerda qo'y ferma bo'lsa, suv ta'minoti ham mana shu yerda bo'ladi. Xo'p, biz endi bolalar ikkinchi joyga hali o'tmaymiz, chunki bu yerlarni yopib olishimiz kerak. Mana bular chiqib ketmasligi uchun meni aholim, bular hali tushmaydi hech nimaga. Oddiy joyda o'ylaydi bu yerlarni. Endi biz yangi territoriyani ochamiz, yangi joyimizni. Mana bu yerni ham yopib qo'ysak, mana bu yerni qaranglar, dahshat joyi-a. Vau. To'xtanglar, bular hali ham uxlaydimi? Yotoqxona qo'ysak. Asab bo'lib qoldim o'tgan safargi videoda uxlaverib. Yotoqxonani olamiz, Qamrachkalar, go. Bashiringa yo'qmi? Ikki tarafdan uxlaydi bular. Bular yotoqxonani men modini topaman, boshqa mod. Uxlatmayotgan modini topaman, yaxshisi. Endi bolalar, obunachilar, nima qilishimiz kerak biz? Mana bu yerni ochamiz bolalar. Biz yangi territoriyaga yo'l ochildi. Yaxshi bolalar. Biz o'sha ancha rivojlanyapmiz. Endi biz mana bu yerdan qayerdan quduq. Mana bu daraxt
Nima cho'p? Mana cho'plar yo'qmadi. Necha? Mana bu yerdan suv olib kelinayotgan ta'minot qilamiz. Ya'ni suv ishlab chiqaruvchi ta'minot. Baza quramiz, suv ishlab chiqaruvchi. Bu qanaqa qursam bo'ladi? Oddiy uyga o'xshatib quraman. Oddiy uyga o'xshatmay quraman yaxshisi. Chunki bizning imperiyamiz boshqacha, har xilroqki bolalar. Suv ta'minoti ozgina boshqacharoq bo'lishi kerak. Chunki bu meni ideyam bolalar. Bu qanaqa qurish meni xohishim. Chunki bu meni imperiyam. Suv ta'minoti mana shunaqa bo'ladi. Korоче, uzunchoq bo'ladi. Tipasini yo'qib tashlaymiz. Basharanga yog'im. Mana shu buni yo'qotmaymiz. Chunki daraxtlar yaxshi hozircha chiroyli turibdi. Yo'qol basharanga yog'im. Yo'qotmaymiz. O'zi asab bo'lib qolyapman. Endi tom bolalar oddiy tom va mana bu yerni umuman buzib tashlaymiz. Bu yerga oddiy taxta qo'yamiz. Qanaqa taxta? Nigerskiy yoki oddiyroq? Nigerskiy mayli. Tap-tap men bu. Chotki. Yemagan bo'lsa ham chotki. Yemadi chunki. Shuning uchun olib tashlaymiz. Tosh qo'yamiz, nima deysizlar? Tosh, mana tosh. Okey. Mana endi chotki, motki jon. Let's go. Endi bolalar biz mana buni bunaqa qilamiz. Mana bu tomonga neto turgan ekan-da. Tomni bu tomondan qilish qiyin. Bunaqa azab. Mana bolalar, menimcha o'xshamadi-yu, lekin necha. Zato meni imperiyam xohlaganda quraman. Mana suv ta'minoti ko'rganda bu nima desa, suv ta'minoti desam ishonmaydi. Ichkarini suv qilaveramiz, har xil suvli narsalar qo'yamiz, keyin ishonarliroq bo'ladi. Shu tomni qilish qiyin ekanda bu tomonda. Voy, asab. Okay, let's go. Xo'p, endi bu tomoni mana buni olib tashlaymiz. Let's go. Endi bu tomoni, mana bu yerga kirib ham bo'lmaydi. Yo'qolasing. Xo'p, mana to'xtaylik, mana buni qilib tashlaylik, endi qo'yish oson. Okey. Xo'p, obunachilar, bizning suv ta'minotimizni qurilish maydoni tayyor. Mana bolalar, bu yerga hali aholi kirgani yo'q, chunki aholi yo'q o'rganib qo'ygan. Bu yer hali yangi territoriya, endi qurilayotgan territoriya-yu. Okey bolalar, endi biz bu yerni chotkiroq qilishimiz kerak. Ya'ni pastni oddiy bloklardan olib tashlaymiz. Mana chotki. Bu yerda endi suv keladi. Ya'ni quduq mana bu oldida bo'ladi. Xo'p, quduqni keyinroq quramiz. Hozircha mana shuni bitirib qo'yaylik shuni. Mana chotki. Nima chotki bu? Qiyshiq bo'lib qopti. Nima bo'ldi bunga? Qiyshiq qilib qo'yman. Mana buni bunaqa qilamiz bo'lmasa. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Endi toshni mana bu yerga ham qo'yamiz. Mana endi to'g'ri qildim. Haqiqiy to'g'ri territoriya qilingan to'g'ri uy. Nachotki buni necha qo'yamiz? Yo, olib tashlaymiz. Bizda yangicha rishotkalar yo'qmi? Yangicha rishotkalar. Bor ekan mana. Nima bu derazami bu? Qo'yib ko'rish kerak bolalar. Mana nima edi? Deraza! What the fuck? Deraza emas bolalar bu. Menimcha kirish chiqish joyi. Kirish chiqish joyi ekan. Atak deraza qilaversak ham bo'ladi. Mana bunaqa qilamiz, mana deraza. Dahshat chotki. Okey bolalar, bu yerga biz eshik qo'yishimiz kerak. Xo'p, qaysi biri? Oddiy mana bunaqa kerak eshik mana nima? Durbel? Yo'q, jiring ham bor ekan. Xo'p, nima? Okey. Buni ulaman unga eshikka buni ulash ham kerak ekan eshikka. Kerak emas o'zi. Nima kerak bunga? Jiring. Suv ta'minoti-ku bu. Mana bu yerni olib tashlaymiz. Okey. Mana bolalar chotki. Endi biza mana shu yerni suv joyi qilishimiz kerak. Endi nihoyat bu yer tugadi, o'sha qurilish ishi. Mana bu yerni yo'qot. Xo'p, qanaqa suv joyi qilsak bo'ladi? Bizga birinchi o'rinda suv kerak. Xo'p, bu yerga endi qaziymiz qayersidir joyini. Mana shu joyini qaziymiz. Bu pastdan suv ketgan bo'ladi. Xo'p, mana chotki. Endi bu yerni yopib qo'yamiz. Ya'ni eng kerakli joy bu yer. Bu yerni suvni quritsa, hech qayerga suv bo'lmaydi. Bu suvni quritsak, qarchi bola bu yerga kirish joyi ham qo'yishimiz kerak, filtrlash uchun suvni. Xo'p. Bizga nima kerak? Kirish chiqish joyi. Mana bolalar, mana shu yerdan suvni filtrlash uchun odam kiradi. Xo'p, mana bu pastga ham filtr qo'yib qo'yaylik. Qanaqa filtr qo'ysak bo'ladi? Nima qo'ysak bo'ladi filtr qilish uchun? Xo'p. Menda ideya bor. Mana buni olamiz, mana bu yerga qo'yamiz va nima bo'ldi? Bijir bo'lmayapti suv. Magma blok-ku bu. Shumada o'zi? To'xtaylar. Suv bijir bo'lish kerak-ku. Men neto qo'ydim menimcha, bu emas. Shu narsa-ku bolalar, nima bu bijir qilib bermayapti suvda? Bijir qilib. Tushunmadim men bunga. Necha turursin mana. Buni olib tashlaymiz, pastga ketgan bo'ladi. Endi bizga bolalar mana bu yerga suv qo'ygan joy kerak, mana. Va bunaqadan yana bitta kerak bizga. Mana bu yerni buzib tashla, mana. Bizga yana suv qo'yishimiz kerak. Voy. Suv quridi. Mana chotki endi bolalar. Okey. Suv joyimizda tayyor. Sen bo'ladi. Menimcha shuni o'zi yetadi. Bu yerga bitta pakel qo'ymaymiz-da, mana buni qo'yib qo'yamiz tipaga. Chotki, все, bo'ldi. Eng zo'r joy bo'ldi. Mana buni ham buzib tashlaymiz. Oddiy daraxt qilaveramiz buni ham. Mana. Endi bu yerga pakel qo'yamiz. Chotki, to'rt tomoniga. Bizning suv joyimiz tayyor. Endi bunga quduq qilishimiz kerak. Suv yetib kelish uchun, hamma aholi suv olish uchun tosh kerak. Okey. Biza quduqni qayerdan qilsak yaxshi? Mana shu oldidan qilaymi? Oldi kichkinadan lekin. Xo'p, o'ylash kerak. Quduq mana shu yerdan qilaveraylik, chunki o'sha bir boshdan boshlaymiz qurish joyini ham. Mana bo'lib mana shu quduq qurilayotgan zona. Mana
chotki. Mana shu yerda quduq bo'ladi, короче. Bunaqa buzib tashlaylik, tushunarliroq turadi. Okey. Bo'ldi bolalar, qudug'imiz tayyor. Endi esa tayyor emas, endi turish tayyor. Endi biza aholini ko'paytirishimiz kerak hali bolalar. Biz mana shu quduqni ham qura olaylik. Aholini bir necha sonini ko'paytiramiz. Ya'ni biza tepadan uycha qurdik, mana bu yerda bitta ko'rib kelay, yomon qiziqdim. Yomon zo'r qurdimda. Vau! Yaxshi chiqdi. Endi короче biz qudug'imizni davom ettirishimiz kerak. Mana bunaqa. Stop. Nito. Bunaqa qilmaymiz. короче nima qilishimiz kerak biz hozir? Bu tomonni yopib tashlaymiz. Bu tomonni oddiy yopib tashlaymiz. Bu tomondan suv olinayotgan joy mana shu yer. Daraxt ozgina nito joyga qurilgan ekan-u. Necha? Turursin, mana shu yerdan suv olinayotgan joy. Suvni qo'yamiz. Let's go. Yopamiz endi tepasini. Chotki. Xo'p. Короче, menimcha yaxshi chiqibdi bizning quduq. Agar yaxshi chiqmagan bo'lsa, mana bu ikkalasini kommentda yozib qoldiringlar. Yaxshi chiqdimi, chiqmadimi menga juda qiziq. Faqat nima qurishni aytmay, nima qurganlarini ham yozib qoldiringlar. Yaxshi chiqmadi-yu, yaxshi chiqdi deb. O'sha nito quribman. Короче, bu yerga tosh oddiy, chotki. Oddiygina qilib qo'yaveramiz quduqni. Endi zo'r qilib tashlamaymiz, a? Nima kerak quduqqa chiroy. Chiroyga qarab o'tirmaysizlar quduqda. Mana quduqimiz ham tayyor o'sha. Endi nimadir yetishmayapti, a? Yetishmasa ham yetishmas. Yetishmaykan o'zi quduqda ham. Короче, valla bizning qudug'imiz tayyor. Ozgina nito joydan qurildi-yu. Necha atak suv olsa bo'ladi. Sizlar suv olish uchun mana shu joydan o'tolmaysizlar. Okey, qudug'imiz ham qurildi. Quduqqa suv ham boradi endi. Xo'p, suv pastga tushaylikchi. Let's go. Pastga bo'z buyurni, chotki. Mana qudug'imizga ham yo'l ochildi. Bu yerni ham suv qilib tashlaymiz. Chotki bolalar. Bo'ldi. Endi haqiqiy realistik bo'ldi menimcha. Suv bu yoqdan boradi, bu yoqqa esa suv kelib turadi. Bu yoqdan esa suv filtrlanadi. Yaxshi, chotki. Endi esa bolalar nima qilamiz biz? Nima qilishimiz kerak? Aytganimdek qo'y ferma qilishimiz kerak, lekin undan oldin men bashna qurmoqchiman. Chunki bizda aholi nima desam bo'ladi? Chunki bizda askarlar tepadan kuzatishmayapti. Faqat mana shu yerni imperiyamizning ichini kuzatishyapti. Hech kim kirmasligi uchun. Uzoqroqdan kimdir kelsa hech kim xabar bera olmaydi. Shuning uchun bizda teparoqdan bashna qurib xabar berayotgan joy qilishimiz kerak. Bashna birinchi qayerdan qurish yaxshi? Mana shu yerdan bashna qurganimiz yaxshimi? Mana shu yerdan qurgan yaxshi menimcha. Bizda mana bunaqa modam bor. Bashna qurish ishini boshlaymiz bo'lmasam, buni bunaqa qila olamiz. Xo'p, buni buzib tashla. Mana bu yerni butunligi yopamiz. Bu yerni ham yopamiz. Sal teparoqdan, yana ozgina teparoq. Chotki. Endi esa mana bu yerga ham bunaqa qilsak, chotki, modki. Mana bo'ldi. Bashnamiz tayyor. Bu juda tez bo'ldi. Yaxshi modimiz bu. Xo'p, bir ikkita joylarga o'zgartirish kiritamiz. Короче, bolalar, bashnaga kirish joyi mana shu yerdan bo'ladi. Ya'ni bizning imperiyamizning ichidan bo'ladi kirish joyi. Xo'p, tepaga chiqsak, bu yaxshi turibdi. Mana buni kuzatish joylari ham qilamiz. Zo'r turgan ekan, a? Xo'p, bu yerda o'sha deraza qilursak ham bo'ladi, kattakon. Buni buzib tashlaymiz butunlayga. Endi esa tepani yopishimiz kerak biz. Okey. Mana bu yerni ham yopib tashlaymiz. Okey, bu tomon bo'ldi. Xo'p, endi bashnaga kirish joyi mana shu yerdan bo'lsa. Короче, bolalar, endi biza chiroyliroq qilishimiz kerak bu bashnani. O'sha kichkinaroq bo'ldi, lekin bizga yetadi. Chunki mana bu uyga chiqsa ham odam ko'radi. Mana bu tomonlar. Biza mana bu yerni ochib qo'yishimiz kerak, chunki bu tomon ko'rinmayapti bizga. Bu yerni butunligiga ochamiz. Mana chotki. Menimcha endi yaxshiroq bo'ldi. Buni ham hali zo'rroq qilamiz, bu logikali qilamiz hamma narsani. Biza aholini ko'paytirishimiz kerak hali, ya'ni askarlarni ham ko'paytirishimiz kerak. Biza bashnaga ham odam qo'yishimiz kerak. Короче, bolalar, nima qilishim kerak edi men? Xo'p, mana bu yerni qurib qo'yamiz. Chotki. Xo'p, mana, yo, nito, mana, chotki. Mana bolalar, bizning bashnamizni ish tayyor. Bunaqa qo'ysagina, chotki, mana. O'zi aholim nima qilyapti? Bu hech kuzatmadim shularni. Mana bu yerda bitta uyi bor, yaxshi, eshigi yo'q, tualet bor lekin. Sizlar nima qilyapsizlar? Sen nima sotyapsan? Baliqchi ketibsan. Qanday baliqchi sen? Sen baliqchi? Mana bunga kim qaraydi bo'lmasam? Baliqchi qaraydimi? Okey, necha sen ishsiz o'tiribsan, bilasanmi? Shuning uchun seni askar qilib tarbiyalaymiz. Xo'p, короче, bratishga sen bu yoqqa kel. Seni mana bu bashnaning tepasiga zobit qilib qo'yaman. Okey. Ilmir bratishga tushib ketasan, asam tiyma. O'zi hozir kelding. Tushib ketsam men baloga qo'yapman. O'zi bitta holimdan ayrilaman. O'tmanaga. Plus, endi seni askar qilib tarbiyalaymiz. Qanaqa bunga kamon bersa bo'ladimi? Kamon. Chunki bu bashnaning tepasida turibdi. Bashlaringga uraveraman, shappatlab. O'tmana tushib ketasan. Bu nima burchakli qiziqasanmi deyman, a? Sen plus ekansan-ku sen. Men o'ylaganimdan ham. Короче, bunaqa qilib qo'yamiz. Bo'ldi, men fikrimdan qaytdim. Sen yaramay-ekansan zobitlikka. Mana chotki endi. Tushib ketsa ham mana bu tomonga tushib ketadi. To'xtanglar, men buni ham ishini qilib qo'yaman. Xo'p, bizga oddiy mana bunaqa narsa kerak. Mana, xo'p, mana. Chotki bolalar.
Endi umuman tepaga ham chiqolmaydi, pastga ham tushmaydi. Tushsen tush, asabga tegma, Ilmer. Mana bu yerga tushib ketmasa bo'ladi. Bu yerni ham yopib qo'yay, to'xtanglar. Buni ishonch yo'q endi bunga. Nima deymiz? Mana chotga sen hozir zobit qilyapman, qo'rqishini buni. Bu garam bo'lib qoldi, shuncha payt qishloqda yashab, tepada o'zidan o'zi paydo bo'lib qolganiga. Rostdan kerak qoldi. Bechara faqat qishloq ko'rganda bu. Qarochi bolalar bizga nima kerak? Bizga har xil qurollar kerak. Qurollar qani? Ha mana bolalar, kamon kerak bizga. Mana bu kamonlarni ola oladimi bu? Oddiy kamonlarni. Ham brachka. Bashiringga yo'g'im, inqillaysan. Qani oddiy kamon. Mana oddiy kamon bolalar. Bashiring yuraman, olsang-ku. Voy bash. Sen plosagansan, kesin qilich berish kerak. Yo, qilich bilan qanday tepadani? Asab! Men bashiringga yo'g'im buni. Voy bu uje endi buni qaytarib bo'lmaydimi oddiyga? Voy bashiringga yo'g'im. To'xta bo'lmasam seni, qarochi seni pastga tushiramiz. Buni o'lam obobam bo'lmay ekan. Sen nima qilay endi? Bu yerga turmaysan-ku sen. Necha sen qo'riqlovchi bo'lasan? Qarochi bizga yana bitta villager kerak, bittasini olib kelay endi. Voy brachki sen bu yoqqa ikkoving nima? Bo'ydan bir romantika qilyapsan. Seni bu yoqqa qo'yamiz. Senga esa kamon beraman. Endi haqiqiy kamonchi bo'ldi. Sen plosi, sen o'ldirish kerak-da, lekin bu yoqda bir kishi turish kerak. Kechirasan brachki endi. Endi biz aholimizni ko'paytirishimiz kerak, o'ldirganimizga yarasha. Qarochi bolalar bizga villager kerak, villager. Bizga ikkita askar kerak. Bular askar bo'lib tarbiyalanadi keyinchalik. Va bizga mana bu yerda suv ta'minotini boshqaruvchi odam kerak, brachka. Xo'p, keyinchalik buni ham ishini qilamiz. Va bu yerga fermachini ham qo'yishimiz kerak. Fermachi hozircha mana bu yerda tursin. Xo'p, okey, keyinchalik biz ko'payamiz. Brachkaga suv ta'minotini qanaqa qo'ysak bo'lar? Kasblar qani? Mana suv ta'minoti menimcha mana shu. Voy, bashiringga yo'g'im qo'yil. Brachka seni yangi ishing. Qani brachka? Brachka ishlayib qopti-ku. Sen shuni ishini oldingmi hozir? To'xta-da, hozir biz bil olamiz. Buni sindirsak ishing yo'qoladimi? Da, buni ishi bor ekan mana. Suv ta'minoti qilib qo'yamiz bu yerda. Okey, buni ishi bor ekan. Kakras bu nima? Mana bu. Mana bu nima? Bu ishlaybuchi bunga ham bu ishli. Bu ishli narsami o'zi? Bu ishmas ekan-ku bu. Mana bolalar. Qarochi bunga ishli narsa. Okey, bu ishchi bo'ldi endi. Suv ta'minotiga qaraydigan ishchimiz. Qarochi endi bolalar bizga suv kerak. Okey, chotki. Go mana. Bu brachka ishingga qarab yur. Mana suvni filtrlashing kerak. Sen tushundingmi? Hech qanaqa mikrob kirmasin. Aholi ichadi bu suvni. Okey. Bu yerga o'sha aholi kirmayapti nimagadir? Brachkalar bu yerda ham joylar bor. Mana xayol qilayotgan bo'lsa, nimaga qarayapti deb o'ylaysizlar shuni hozir? Sevgan tashlab ketibdi, boshqasi bilan yurib ketdim brachka. Siqilma, sen ham to'pasan hali.